Amir Temur yoki Temurlan, to'liq ismi Temur ibn Tarag'ay Barslan, o'rta asrlarning eng buyuk hukmdori, Temuriylar davlatining asoschisi, harbiy strategik dahosi, butun Turkiyalarni birlashtira olgan yagona hukmdor. Temur 1336-yilning 9-aprelda Shahrisabz yaqinidagi Xo'jailg'or qishlog'ida tug'ilgan. Otasi Amir Tarag'ay, onasi Takina-xotun. Ayollari 6 ta bo'lgan. Uning farzandlari 4 ta o'g'il, 2 ta qiz bo'lgan. Amir Temur hayotda yuzlab yurishlar qilgan va barchasida g'alaba qilgan. 27 ta mamlakatning sultoni va eng katta jangi, Iroqdagi jangi 7 yil davom etgan. Temurlar davlatining yurishlari Oltin O'rda, Dehli sultonligi, Eron, Kavkaz, Iroq, Suriya va Usmonlar davlati. Amir Temur 35 yillik podshohlik qildi va 1405-yilning 18-fevralda Xitoyga yurishida O'trorda vafot etadi. Qabri hozirgi Samarqandda. Haykallari yurtimizning Toshkent, Samarqand, Qashqadaryoda bor. Va bugunga kelib 2025-yil Amir Temurning tavalludiga 689 yilligi bo'ldi.